Bayramga bir tilak bildiring Asadulla aka. Assalomu alaykum. Alaykum. Mana qishlog'imizda bayram bo'lyapti bugun. Hammani Xudo bayramga yetkazsin. Hammaning ishiga rivoj, kasbiga barakani bersin Xudo. Hammalaringizga rahmat ana shuncha bayram qilganlaringiz uchun. Rahmat. Hammamizni shunday yaxshi kunlarga yetkazsin. Baxtimiz ziyoda bo'lsin. Qishlog'imiz bundan ham ziyoda bo'lib kunlar yashnasin. Hammaga omad va saodat bo'lsin. Shu tashqi qilgan yigitlarga ham rahmat. Tashqi qilgan yigitlar ham zo'r bo'lsin. Kızını yandırıp bak bir sallandı. Kara gözü bakmana, merhamını aytmana. Hey kara gözü bakmana, bir yakını aytmana. Kara gözü bakmana. Alma encirini, bir de şenliğini. Ben köyüne yatmasam kılalar göreceğim. Alma encirini, bir de şenliğini. Ben köyüne yatmasam kılalar göreceğim. Hadise Allah'ın zikrinde şükürler yaşamaz. O yaratan Allah'ın ana başımızda katlar bayram ana şimdi yelimizge halkımız